Bu narsani ko'pincha qayerda ishlatasiz? Doimo uyga ishlataman. Haftaga necha marta ishlatasiz? Joy kerak bo'lsa, har kun ishlataman. Qanday ishlatasiz? Qo'l yuz yuvishga ishlatsam kerak. Bu narsani sizga kim o'rgatgan? Ota-bobodan meros qolib kelgan. Ular ham ishlatgan, endi bulardan menga qoldi endi. Bu narsa zararlimi yo zararsizmi? Qolganlarga ham tavsiya beraman, chunki bu zo'r narsa, foydalaninglar. Biron kishi bu narsani sovg'a qilganmi? Ha, bitta jo'ram sovg'a qilgandi lekin. Bu narsasiz yashay olasizmi? Yo, yashamasam kerak. Bir kun ham yashamaysiz. Minut ham yashamasam kerak. Minut ham yashamasam kerak. Boshqa yigitlarga bu narsani tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman, foydalaninglar. Bu narsa zo'r. Foydam yo'qmi? Bilmayman, lekin zo'r narsa. Umringiz oxirigacha erkak bo'ling. Sizlargacha? Qizlar foydalanmanglar, sizlarga to'g'ri kelmaydi. Bu narsani qanaqa zararlari bor? Zararlari ko'p, bilmadim, lekin foydasi ko'p. Shuning uchun men ko'p foydalanaman. Miyangizni bir o'q temir. Obunachilaringizga bu narsani tavsiya etasizmi? Obunachilarimga ham tavsiya qilaman, chunki zo'r narsa, foydalaninglar. Rasmda olib ko'rishingiz mumkin. Voyda. Har kun ishlatar ekanlar, minut ham qoldirmaydi. Zo'r narsa. Barchaga Omad.